masala unutmang, rahmat savolingiz uchun. Menda hamisha reja bo'ladi. Ertalab o'rnimdan turganingizda va sizga ham ilinaman. Bu ancha tadqiqotlarda o'tgan, bizning eng katta miyani charchatadigan holatimiz ertalab o'rnimizdan bunday turamiz degan necha bo'ldi. Bu maktab, oy bog'cha, tur o'rningdan ketdik, choyni ich, va hokazo, baqir chaqir. Butun kunga yetadigan energiyani o'shanda yo'qotgan bo'lar ekansiz. Chuqur nafasni oling, turganda ham barobar turavermang, sal qiyshayib, bismillah deb o'rningizdan 30 soniyada nafas olib, siz o'rningizdan tura olmasligingiz mumkin edi-yu, mana ko'zlar ochilmasligi mumkin edi-yu, mana quloqlar eshitmasligi mumkin edi-yu, shu kunni uyquda o'tib ketishingiz mumkin edi-yu, siz ko'ra olmasligingiz mumkin edi-yu, siz saralanganlar va baxtlilar safida uyg'ondingiz. Agar siz mana shu hisdan boshlamasangiz ishni, rejalaringizda ancha asabiylashasiz. Shuning uchun Allah endi go'zal rejalarim bor. Bugun 1-darajali rejalarim 3 bora dars o'taman. 2-darajali rejalarim odamlarga yordam beradigan ishlarim bor. 3-darajali rejalarim meni tadbirkorlik ishlarimdagi ba'zi bir narsalarni ko'rib qo'yishim kerak bo'ladi. Meni 4-darajali rejalarim ham bor va kech payt uxlayotgan mahalimda hayrat, 1-darajali rejalarim juda chiroyli bajarildi. 2-darajalisi ham bajarildi. Mana 3-darajani ertaga 1-darajaga qo'yaman deydigan holatlarda miyani rejalashtirish kerak ustozlar. Miyaga bu rejalarni qo'yish kerak ustozlar. Hattoki bilasizmi, yaponlar 1 yosh bolasiga ham agar hozir o'zingni tugmangni yaxshilab qadasang deydi, keyin men seni o'ynaganga ruxsat beraman deydi. 1 yosh bola qanaqa? Biz 3 yoshga ham kiydirib qo'yapmiz-ku, e'tibor qilyapsizmi? Yoki bo'lmasam shunday nimani donda to'kvoribdi, agar sen shetdan biror narsani yasab, biror narsa ko'rsatsang, men seni hozir marojno beraman deyishi mumkin. Bunday chachib qo'yib, bola mana uy va hokazo nima desa ham bolani fantaziyada, miyasida shu narsa tug'ilgani uchun mukofoti endi marojno berishi. Miya har safar programmalash kerak. Shuning uchun farzandlarga ham mana ishlar bo'lsin-ki, mana uni qilaylik. Shunda hammamiz sayohatga boraylik deydigan xulosalar bilan kamida 2-3 ta programma bitta yaxshilikka erishish uchun mehnat kerakligini, zahmat kerakligini uqtirib borish kerak yoshligidan.